Futbolchilar maydonga chiqib kelishyapti. Qizil libosda o'ynaydi Nasaf, oq formada harakat qiladi Andijon. Zo'r o'yin bo'lishi kerak. Har ikkala jamoaga omad tilaymiz. Andijon xarakter namoyish etyapti keyingi paytlarda. O'yin o'tkazayotgan turda muhim uchrashuvlardan birini Jizzaxda o'tkazib bo'ladi. Andijonning hujumi to'p jarimani jo'zga yetkazib berildi. Zarba yo'llandi, yana zarba. Gol! Hisob ochildi. Andijon o'zining birinchi hujumini mana shunday muvaffaqiyatli yakunlayapti do'stlar 6-daqiqada. Buni Nasaf futbolchilari kutishmagandi. Himoyada tartibli o'ynab Andijon mehmonda gol urib oldi. Hozirgina Damir Temirov haqida aytib turgandim. U mana ikkinchi davrada ikkinchi o'yindirki, 3-golni uryapti. Bugun ham u gol urdi. Mana, xo'sh, ichkariga kirib bordi va mana bu yerda pasdan keyin darvozabon qaytardi, lekin Temirov ikkinchi urinishda to'pni darvozaga joyladi. Mana, himoyachilar go'yoki ko'pchilik edi, lekin